Assalomu alaykum do'stlar. Zo'r bir xonali uy ko'rsataman sizlarga. Remontlari bilan, tayyor dizaynerskiy remontlari bilan. Birinchi domni qaranglar, chiroyligini. Aytadi qaysi bor? Olimpiskiy городок. Yangi O'zbekiston. Qani? Ketdi bo'lmasa. Obzor qilamiz do'stlar. Kelinglar ko'rsataman. Birinchi podyezdni ko'ringlar, qarab chiroyligini. Yuringlar. Obzor qilamiz uyda. Tez ko'rish kerak bunaqa uylarni. Bunaqa uylar tez ketadi. Do'stlar, men joylashib oldim uy yoqqanidan. Kelinglar ko'rsataman sizlarga. Aytadi, keling. Bu yerda dam olasiz, televizor ko'rasiz. Remontlarini qaranglar, yuring. Spalnini qarang, spalnini. Go'zal, akkuratniy. Endi remontdan chiqqan. Kuxnyasini ko'raylik-chi. Qani, kelinglar, ayollarga ko'rsatamiz. Kuxnyasi. Hammasi bor, hamma texnikalari bor, tayyor, zo'r. Xo'fman, adashmang. Конечно, sanuzul. Keling. Kiruvchi mashina, hamma texnikalari bor. Shunaqa do'stlar, bu yerda 43 kvadrat metr, remontdan chiqqan polностью, remontlari zo'r. 3-etaj, 4-etaj kabi. Lifti bor, 4-etajkada lifti bor. Qo'shimcha ma'lumotlarni opisanda yozib qoldiraman. Narx-navolar ham pastda. Telefon qiling, kelishamiz.